biz shashlikka keldik. Bugun biz shu yerda qizim va ularga mana shunaqa chiroyli gullar oldim. 3 ta gul. Qizimga o'xshagan va qizlarga o'xshagan chiroyli. Va ularni baxtli qilmoqchiman. Nechta stories nima? Lekin bitta narsani aytib o'tish kerak. Nilufar kechqurun ketib qoldi. Endi loyihamizda ishtirok etmaydi. Shu ketdi-da? Nima shunaqa? Sababi bor kerak. Loyihamizda chiqishni xohlamadi. O'zlarini sabablari bo'ldi va kechqurun oteldan o'zlari ketib bizni tark etdi. Menimcha bu hazil. Qanaqa qilib shunaqa bo'lishi mumkin? Odam 2 kun oldin proyektga keldi. 50 mingtadan ortiq insonlar xohlagan shu proyektga tushishi. Va bu odam prosta 2 kundan keyin ketib qolyapti. Shuncha sharoit qilib berdik Nilufarga. Shuncha harakat qildik, kecha psixologlar bilan ishladilar. Bolachasiga shuncha yordam berdik. Nima kerak bo'lsa hammasini qilib berdik. Men tushunmayman bunaqa odamlar. Qanaqa qilib odam kecha o'zgarmoqchi bo'ladigan odam bugun o'zini fikrini o'zgartiryapti. Men vashshe shokdaman. Sizlarchi? Sizlar qanaqa qilib bundan narsalarga qaraysizlar? Sizlar shunaqamisizlar? Kecha bitta narsani gapirasizlar, ertaga bugun esa boshqa gap. Даже hozir gapira olmayapman shokdan. Tan tararan tan 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 tararan tan 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 tararan tan tan tan. А это вам цветочки. Бонди, вот такая красота. Вы sizga. Что ты мне расскажешь? Рассказывай. Ну, она не дала, uyqu bermadi hech kimga ertalabgacha. Keyin komandadan keldilar, assistentlar keldi, gaplashdi. Men ham gaplashib harakat qildim-da, sen поговорить. Nima sabab? Mana sabab bordir. Bitta video uchun. Qanaqa video uchun? Она просто вот так вот проследилась. И что? Shu uchun men говорю, это нормально. Hamma yig'laydi. Yo'q, mana odam bilgan-ku proyektga kelayotganida. Menga aytdi, men bilardim dedim. Я знала, куда я иду dedim. Я это прекрасно знала. Ты тоже знала, куда ты идешь? Нет, она говорит, пусть они это видео уберут, я останусь. Yo'q, unaqa bo'lmaydi dedim. Odamlarga rostdan narsa kerak dedim. Правду odamlar kerak, haqiqatan. Odamlar ko'rsa, значит, aytadi, значит, rostdan psixolog ishlagan. Rostdan, значит, odamlar, значит, kommunikatsiya bo'lgan, narsa bo'lgan deb o'ylaydi. Lekin u xohlamadi. O'sha yerni shart qo'yib, shu videoni o'chirsanglar, men xohlaman deydi. Manipulyatsiya ketibdi deb o'tdi. Ha, u не только manipulyatsiya, u yana kelib menga aytadi, hozir bolalar kelyapti ekan, menga taksi chaqirib jo'natdi ekan uyga. Men ketaman dedim, sizlar ketinglar deb aytinglar debdi. Gulchiroyda ana уже хорошенько обработала. Bechora. Endi odamlar mana bunaqa narsada meni to'g'rimda ham har xil noto'g'ri informatsiya doim berishadi, g'iybat qilishadi. Ular nima uchun shunaqa yoshadi? Odamlar kirib ko'rish uchun. Ular qancha prosmotr ko'p ko'rishsa odamlar, shuncha ular ko'p pul topadi-da. Shunaqa. Topgan joyim psixologga dardini aytdi. U o'yladiki, o'sha dard aytgani chiqadi deb o'yladi. Unda chiqmadi-ku, nimaga xafa bo'ladi? Inson keyin Lekin bitta narsada, mana sizlar proyektga kelyapsizlar, to'g'rimi? Demak, proyektga kelsanglar, sizlar albatta hamma narsani o'zingizlarning hayotingizdan aytib berishinglar kerak, bo'lishinglar kerak, chunki boshqa odamlar ko'ryapti-ku va ular aytadi, "Ha, men ham shunaqa Gulchiroydekman, ha, Nilufardekman, ha, Bondikdekman" deydi. Shu narsani keyin ular o'ziga ham qiladi, qanaqa xulosa chiqazib, o'zi uchun ular katta dars oladi-da. O'zimni biznesimni ochishga qaror qildim. Unda o'sha klubnika shokolad o'zim semirib ketamiz hammamiz, lekin sizdan olib. o'zim shirinliklar yoqtiraman-da. Shunga shunaqa biznes bo'lsa yaxshi bo'ladi. O'zim uydan ham bo'laman, yo'limda. Zo'r. Shunda Oho, keyin o'zingizni kvartirangizni olasiz. Undan keyin rejalar aytib bering menga rejalaringizni. O'zim blogimni yuritib, o'sha reklamalar berib, o'sha uydan tayyorlab sotib, shunaqa qilib. Zo'r bo'lib kelsangizdan keyin nima qilasiz? Nima olasiz o'zingizga? Birinchi bo'lib uy olaman. Uy olasiz. Orzuyimda o'zimning shaxsiy uyim bo'lsin. Iloyim erishing shu baxtingizga. Erishing, mana shu maqsadlaringizga oson xudo xolasa erishasiz, chunki siz shu yerdasiz. Siz omadli insonsiz, men o'ylaymanki, omad hech qachon sizni boshqa tark etmadi. Xudo xohlasa. Rahmat. Endi shopkacha. Ay jonim bolam. Jonim bolam. Voy, meni asalib, voy, shu qizlarni yaxshi ko'raman. Девочки любят. Ой, как классно.
Ой, как классно. Красивый, да, он у меня? Да, очень. И это потому что, знаешь, смешанная кровь, из-за этого он мне интересный. Всегда так бывает. Когда смешанная кровь, очень красивые дети бывают. Ну, он папина любовь, конечно, сумасшедшая любовь. Естественно, go'sht biz o'zimiz Do'stlar, bizada birinchi natija bor. Demak, kecha Bondiga men o'zimni dietamni tushuntirganman nima qilishni. Va ikkinchisi bu sport. 10 mingta shak, demak 10 mingta qadam yuradilar har kuni ertalab zalda, gostinitsaning ichida maza qilib Bondi yana bizga отчетlar jo'natyaptilar va albatta ular bilan bo'lishdim o'zimni dietam bilan. Xudo xolasa Gulchiroy ham, Bondi ham qilishadi va bir kun ichida necha kiloga ozdingiz? -2 kilogramm. 2 kiloga ozdilar bir kunda. Do'stlar, qanaqa natija? One love. Молодец, Bondi. Спасибо вам. Tan 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 tu 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 tu. Gulchiroyga biz dietani hammasini yozib beraman. Xudo xolasa Gulchiroy ham shunaqa девочка bo'ladilar, zo'lishka bo'ladilar, zo'lishka. Demak do'stlar, mana hozir shunaqa qarorga keldik biz. Demak, Nilufar ketdi, afsus. Va bizda bitta bo'sh joy qoldi. Va biz shu bo'sh joyga albatta sizlarning ichingizdan eng muhtoj ayolni tanlaymiz. Haqiqatan kerak. Mana shu bizani loyihamiz va albatta bizani yordamimiz kerak odamga biz shu o'rinni Xudo xohlasa beramiz. Shuning uchun barchangizga yana bir bor omad.